do'stlar, xush kelibsizlar bugungi suhbatimizga. Kunlik suhbatlarni boshlaymiz. Xabaringiz bor, kundaliklar yozayotgandim. Ayrim bugun dunyoda sodir bo'layotgan muhim masalalar borasida uni biroz mushohada qilib, kunimiz bilan, bugungi kun insoni bilan bog'lashga harakat qilayotgandim. O'shani endi bir loyiha o'laroq video shaklda tayyorlashga qaror qildik. Bu uning birinchi soni. Xo'p, bir voqea sodir bo'ldi 2026-yil 16-mayda Seulda bir xiyobonda juda uzoq, bir necha kilometrlarga cho'zilgan bir namoyish karvoni deylik. Bu yerda ma'lumotlarga ko'ra 50 ming inson ishtirok etdi va ularning har bittasini qo'lida fonuslar bor. 100 ming fonus. Buddaning tug'ilgan kuniga bir hafta qoldi. U olomon u yerdagi bir asrlik marosimni yana o'tkazish uchun yig'ilgan. Lotus fonusi bayrami. Bu yilgi karvonda inson rohibning ortidan 4 ta shakl harakat qilyapti. Yurib boryapti. Ularning ustilarida ham jubbalari bor. Bosh kiyimlari demaylik, boshlari qirilgan. Boshni eslatadi. Boshi shu shaklda, xuddi sochini kalga qirib qo'yadi, xuddi shunday. Yurishlari biroz g'alati, chunki ular inson emas, chunki ular robotlar. Ularni har bittasiga ism ham qo'yilgan. Gabi bittasini ismi Nisa. Yana qolgan ikkitasiga ham ism qo'yilgan. Ya'ni 10 kun avval, ya'ni 2026-yil 6-mayda ulardan biri o'sha Gabi ibodatxonada bir marosimda ishtirok etdi. Ya'ni insonning Buddaga, ya'ni ta'limotga va u yerdagi jamoatga panoh tilab qasamyod qilish marosimida u ishtirok etdi. Ya'ni ibodatxona tarixida ilk marotaba bu marosimda robot ishtirok etdi. Bo'yi 1 metrdan uzoq, 1.30 santimetr. Eginda jubbasi bor. Zavoddagi model raqami o'rniga o'sha kuni unga buddaviylik ismi berildi. Gabi. Undan o'sha yerda rohib so'radi. Dediki, Buddadan panoh tilaysanmi? Deganda robot javob berdi. Ha dedi, men Buddadan panoh tilayman dedi. Mana shu yerda bir nechta tafsilotlarni chetda qoldirmasdan diqqat bilan yaxshilab tushunib olishimiz kerak, analiz qilib olishimiz kerak. Birinchisi, o'sha marosimlarda, ularni o'sha buddistlarni marosimida tavba qilgan shaxsni qo'liga bu xushbo'y hid taratib turadi-yu, yonib tutab turadi-yu. Ana o'sha yonib tutab turgan narsa ularni qo'liga, ya'ni bosiladi cho'g'i bilan. Kichik bir nima qiladi? Bir kuyuk izi qoldiriladi. Ya'ni inson tanasi juda mitti bir og'riq sababidan, og'riq orqali bergan va'dasini eslab turishi uchun u qilinadi. Ammo robotga buni qilisha olmadi. Uni o'rniga o'sha lotus fonusi bayramini yorlig'ini yopishtirishdi qo'liga. Ya'ni stiker yopishtirishdi. Olov o'rniga, ya'ni cho'g' o'rniga stiker. Ya'ni butun hikoyaning mohiyati ayni mana shu hozir aytayotganimiz o'zgarishning ichida. Ya'ni cho'g' o'rniga stiker. Mana shu narsa esingizda qolsin. Bugungi tahlilimizda aynan buni ustida turamiz. Bu birinchisi esingizda qoldi. Ya'ni cho'g' o'rniga stiker, olov o'rniga stiker. Ikkinchisi, buddaviylarda 5 ta tamoyil bor ekan. U tamoyillar, men o'qiganim nimalarga ko'ra, u robot uchun qaytadan yozilibdi.
Ularning ichida jonga qasd qilma degan bir qoida bor ekan. Faqat shu o'zgarishsiz qolgan 5 tadan bitta shu, qolgan 4 tasi nima bo'libdi? O'zgartirilibdi. Qanaqa ko'rinishda? Shu ko'rinishda. Ya'ni boshqa robotlarga va boshqa jismlarga nima qilma? Zarar berma. İnsanlarni hurmat qil. Yolg'onchilik, aldamchilik, bunday xatti-harakatlardan o'zingni saqla va me'yordan ortiq nima qilmagin? Elektr quvvatini isrof qilmagin. Ya'ni mashaqqatli zohidlik texnik xizmat ko'rsatish yo'riqnomasiga aylangan holatni ko'ryapmiz. Riyozat nima bu yerda? Batareyani tejash, energiyani tejash bu yerda riyozat. Endi mana shu yerda to'xtaymiz. Chunki shoshmasdan tushunishimiz kerak bo'lgan nuqtalardan bittasi bu. Bu bir texnologiya hikoyasi emas. Bu bir yo'qlik hikoyasi. U tariqatda, o'sha buddistlarning tariqatida, ya'ni u dunyodagi eng nimalaridan, eng yirik buddaviylik mazhablaridan biri. Ular u yerdagi robotni nima olarkan, buddist qilib duo qilsin deb olmadi. Ya uning uchun yasamadi. İnsanlar kelmay qo'ygani uchun qilishdi. Bu yerdagi o'sha buddistlar tariqati buni shunday izohladi. Ya'ni rohiblar soni kamayib boryapti, sun'iy intellekt bir tsunami kabi yopirilib kelyapti, yoshlar bizdan nima qilyapti? Uzoqlashib ketib qolyapti. Ya'ni Gabi e'tiqodning kelajagi emas. Gabi, u boyagi robotni aytyapman, e'tiqodning o'lim niqobidir. Bitta rohib kelmay qo'ygandan keyin, topa olmagandan keyin rohib ishlab chiqaryapti. Va bu robot u yerdagi marosimni bekama-ko'z nima qilyapti? Ado etyapti. Ya'ni muammo yo'q. Ana shu muammo yo'qligini o'zi eng katta muammoning ishoratidir. Ya'ni demoqchimanki, bir robot marosimni mukammal ijro etyapti. Chunki marosimdan faqatgina ijro qolgan. U yerda ijrodan boshqa narsa yo'q edi. Shuning uchun uni robot qila olyapti. Faqat ijro. Ya'ni bitta narsani nimasi shakli o'z qadriyatini yo'qotib, ichi bo'shab qolgan bo'lsa, uni istagan narsaga topshirish mumkin. Yana qaytaraman, bir narsani ichi bo'shab qolgan bo'lsa, undagi haqiqiy qadriyat, uni haqiqiy ruhi yo'qolib, bo'shab qolgan bo'lsa, uni istagan mashinaga topshirish mumkin. Gabini u yerdagi muvaffaqiyati bir ma'naviyatli bo'lib qolganda emas. Gabining yutug'i bizning ma'naviyatni oddiy robot bemalol qila oladigan bir ishga tushib qolgani. U darajada pastga tushib qolgani yoki pastga tushirib qo'yganimiz. Masalan, bizning islom an'anamizda, islomda bir kichik ammo hamma narsani o'zagi bo'lgan bir o'lchov bor, niyat degan bir o'lchov bor. Hatto shunday deb bizga tanbeh beriladi, bizga yo'l ko'rsatiladi. Amallar niyatlarga bog'liqdir. Nima degani? Tahorat olamiz, engashamiz, sajda qilamiz. Ammo niyat bo'lmasa, u sajda shunchaki bir gimnastika harakatiga aylanib qoladi. Imom G'azoliy Ihyosida namozni mag'zini xushu deb aytganlar. Ya'ni qalbning o'sha yerda hozir bo'lishi deb belgilab qo'yilgan, to'g'rimi? Ya'ni qalbsiz namoz nima deb tushunamiz? Ichi bo'm-bo'sh bir qobiq deb tushunamiz. To'g'rimi? Ya'ni u robotning qo'li kuymadi dedik-a boya. Kuydirish iloji yo'q. Nega? Chunki u robotda og'riq yo'q. Chunki u robotda niyat yo'q. Chunki u robotda qalbi yo'q. Masalan, u robot aytib, panoh tilayman dedi. Ammo panoh tilash uchun bir qo'rquv bo'lish kerak emasmi? Bir dard, bir kemtiklik, bir gunoh. Gabi nimadan panoh tilayapti? Hech narsa. Chunki uni jarohatlab bo'lmaydi, qo'rqitib bo'lmaydi, tashvishga solib bo'lmaydi.
Jaloliddin Rumiyning Masnaviysi qanday boshlanadi? Bir faryod bilan boshlanadi. Tingla bu ne hikoyat aylagay, ayriliqlardan shikoyat aylagay. Nay yig'laydi. Chunki u nimadan? Qamishzordan qanday olindi? Kesib olindi. Dardining sababi nima? Shu dardning boisi kesilganlik, uzilganlik. U robotda ham ovozi bor. Boshqada, ammo u uzilishdan kelmaydi u. U Gabi qamishzordan kesilmagan. Zavoddan chiqqan. Faryodi bo'lishi mumkin emas. Ovozi bo'lishi mumkin, ammo faryodi bo'lishi, nolasi bo'lishi mumkin emas. Chunki nega? Chunki u robotlar yig'lashni bilmaydi. Ibodat qilishni bilmaydi. Muloqot qilishni bilmaydi, ya'ni yaratgan bilan. Mana 3 ta fe'l. Bittasi yig'lash, bittasi ibodat qilish, bittasi so'zlashish. Bu uchalasi qanaqadir bir ruhiyat bilan, ichki his-tuyg'ular, bu narsalar bilan amalga oshishi mumkin bo'lgan narsalar. Talabi bu. Bu 3 ta narsa uchun ruhiyat kerak, dard kerak, sitam kerak, og'riq kerak, sog'inch kerak. Bu narsalar kerak. Gabi bu uchalasini ham qila olmaydi. Gabi yig'lay olmaydi. Chunki u yig'lay olmaydigan bir rohib. Mana shu nuqtada koreyalik bir faylasuf Byung-Chul Han buni yodga olishimiz kerak. Hanning Charchoq jamiyatlar nomli bir kitobi o'zbek tiliga tarjima qilinyapti. Yaqinda nashrdan ham chiqib qoladi. Hanga ko'ra, Byung-Chul Hanga ko'ra zamonaviy dunyo marosimlarining tagiga suv qo'ydi. Yoki uni ta'bir bilan aytganda, bu dunyo, zamonaviy dunyoda marosimlarning ichi huvillab qoldi. Faqat ijro qoldi. Marosim boru, uni ruhi chiqib ketib qolgan. Agar Han haq bo'lsa, u Seuldagi yurish Hanning haq ekanligini tasdiqlayotgan bo'lsa, bu rohib robot qandaydir bir chetga chiqish yoki yo'ldan adashish, og'ib ketish emas. Bo'sh bo'lib qolgan marosimning mantiqiy xulosasidir. Marosimlarning ichi allaqachon bo'sha bo'lgan. Shuning uchun uni robotga topshirish mumkin bo'lib qolgan. Ya'ni u marosimni ichi yo'q, shuning uchun uni ichi yo'q bir narsaga topshirish mumkin. Ruhi yo'q, qalbi yo'q, uni qalbsiz va ruhsiz bir narsaga topshirish mumkin. Uni olib yura oladi, uni davom ettiradi, uni rivojlantiradi, bilmadim. Mana shu nuqtada bizni bezovta qiladigan bir savol ham qo'yilishi mumkin. Masalan, u Gabi faqat Seulda emas, u hammamiz ichimizda bor bugun. U mukammal bir eshitadi, ammo tinglashni bilmaydi. Hammamiz ham shundaymiz. Hamma narsani eshitamiz, chunki tabiiy jarayon, ammo tinglash, marosimlarni biz ham o'tkazamiz. Bayramlar o'tkazamiz. Ta'ziyalar, nikohlar, namoz, aksar holda ichimizda u Gabini ichidagi jimlik bizda ham ichimizda hukmron bo'ladi. Egilamiz, qaddimizni rostlaymiz, amin deymiz, ammo qalbimiz u Gabini yod qilayotganimizning sababi shuki, Gabi bizga oyna tutyapti-da. Bu asl qo'rqinchli joyi u robotni inson qilayotgan ibodatni qilishi yoki unga taqlid qila olishi emas. Qo'rqinchlisi ibodatlarimiz taqlid qilsa bo'ladigan holatga kelib qolganidir. U rohiblar, bu tariqatning rohiblari go'yo bir janoza tepasida turibdi. Nimaning janozasi? O'zlarining an'analarining janozasi. Uni tepasida turishibdi. Yoshlar kelmaydi, shogirdlar yetishtirmayapti. O'rtadagi jarlik kattalashib boryapti. Bir sarosima ichida ular qo'llari yetgan panjaraga nima qilyapti? Tirmashyapti. Bir narsa qilmoqchi. O'shaning uchun aytamizki, bu Gabi bir robot emas, u bir tashxisdir. Agar bitta mashina insonning muqaddas amallarini
asldan farqlab bo'lmaydigan darajada mukammal qilib ijro etayotgan bo'lsa, masala mashina emas. Masala, yana aytamiz, ibodatni mashina bajara oladigan nimalarga, darajalarga tushirib qo'ygan bizlardadir muammo, ya'ni insonda. Ya'ni bu yerda berilish kerak bo'lgan savol, robot ibodat qilishi mumkinmi? Bo'lish kerak emas. Savol shunday bo'lish kerak. Biz ibodatning ichini qachon shunchalar bo'shatib qo'ydikki, bo'lish kerak. Va javob shu. Aytaman. Og'riqlarimizni, quvonchlarimizni, kulgularimizni, hislarimizni emojilar bilan izhor qilishni boshlagan kunimiz, biz ko'p narsani ichini bo'shatib qo'ygan kunimizdir. Omon bo'lasizlar. Bugungi suhbatni mana shu yerda yakunlaymiz. Keyingi kunlarda ko'rishguncha. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.